kunlar isishi bilan chorva hayvonlari dalalarga chiqishi bilan ko'plab hayvonlarda organizmida mana bu kabi kanalar ko'zga ko'rinishni boshlaydi va juda ko'pchilik insonlar bu kanalarni yulishga shoshiladi. Agarda sizning ham molingizda shu kabi kanalar bo'lsa, yulishga aslo shoshilmang. Sababi o'z qo'lingiz bilan hayvoningizni kasal qilib qo'yasiz. Teleroz, ya'ni kana bezgak kasalligi bu chorvachilik bilan shug'ullanadigan har bir inson uchun juda tanish holat. İnsanlar o'ylashadiki, hayvonda kana chaqish natijasida teleroz kasalligi boshlanadi deb. Lekin aksariyat hollarda ko'pincha insonlar hayvondagi kanasini qo'l bilan terish natijasida o'z qo'li bilan hayvonni teleroz, ya'ni kana bezgak kasalligi giribdor qiladi. Buni sababi kanani organizmdagi zahri siqib tortish natijasida hayvon organizmga qayta qusishi oqibatida hayvonda teleroz kasalligi shakllanadi va kasallikni paytida aniqlab buni davolash ishlarini olib bormasa agar hayvon nobud bo'lish ehtimoli ham juda katta. Agarda sizning ham molingizda shu kabi kanalar juda ko'payib ketayotgan yo bitta ikkita bo'lsa ham ko'zga ko'rinayotgan bo'lsa, buni yulishga shoshmasdan oddiygina ivermektin 50 kg tirik vazniga 1 ml hisobda mana shu joydan teri ostidan inyeksiya qilinadi. Ko'rsatilgan tartibda 1 hafta 10 kun oralatib hayvoningizga ivermektin teri ostiga emlab qo'ysangiz agar mana shunaqa teri osti ham teri usti parazitlarni hayvoningizni tozalab qo'ygan bo'lasiz. Bu videoni moli kana bosgan va u kanasini yulishga qiziqadigan do'stlaringizga jo'nating.